Ha, o'sha yoqqa vertolyotga borishimiz kerak ekan. Qoyili. Qoyil. Biz buni uddaladik. Vertolyotga o'tirib olsak bo'ldi, sabig'lar. Voy. Assalomu alaykum barchaga. Aladdin Azamov mana bugun o'z kanalimizda sizlar bilan birgalikda qamoqdan qochish o'yinini o'ynaymiz. Trading o'ynab, kredit olib, qamoqxonaga tushib va yerdan qochib ketish jarayonini birga ko'rib chiqamiz. Albatta faqat qamoqdan qochish jarayoni bo'ladi. Qani bugun biz qamoqdan qocha olamizmi yoki yo'qmi? Buni hozir bilib olamiz. Qani bo'lmasa boshladik. I've never been the tough guy. I use my brain. Men kurtoy bola bo'lmaganman. Men maktab vaqtida ham o'zi mashinik bo'lganman. Later I ran a pay to park scam in a Oddiy supermarket lot. chiptalarni sotib, soxta chiptalar sotib qilib yurardim. Parklarga ham hattoki soxta chiptalar, cheklar qilib parklardan pul ishlaganman. Albatta bu noqonuniy. As an adult, I sold Va fake tickets to a free katta concert. shoularga ham Yeah, soxta people biletlar paid to sotganman. attend something Aynan that o'sha costs men. nothing. Demoqda bizning Harmless. personajimiz. Sure, illegal, apparently. Va nihoyat The uni judge had no sense of militsiya ushladi va Next stop. qamoqqa tashladi. Now I'm here in a jumpsuit, Qarab surrounded by turibsizki, guys who bench press the sochlarini olib, chiroyli qilib, qo'liga kishanchani But I'm not taqib, planning to qamoqqa stay olib here kelib for long. A buddy jo'natishdi. messaged me saying he has a plan to No, get me out of lekin here. I just need do'stimiz tools, yozib a qopti few shu clever vaqtda. trades, and maybe a Shustri spoon. do'stimiz No violence, no chaos. qamoqdan qochish Just one usullari cool va nima smart qilishligi haqida. Va yengilgina qamoqdan qochish usulini ko'ramiz bugun. Zagruska bo'lyapti. Bu qanchadir vaqt olishi mumkin ekan. Xo'p, biz kelib o'tira olamiz, shaylab olamiz. Ana. Biz qamoqxonadamiz biz. Nimalar bor ekan? Xo'p. Bizning mikrofonimiz yoniq, naushnikimiz ishlayapti. FPS'imiz ozroq o'ynayapti-yu, bo'ladi. Xo'p, bizda xat bor ekan. Buni o'qish uchun yeni bosishimiz kerak ekan. Turmaning ostida tashlandiq metro tunneli bor ekan. Biz nima qilishimiz kerak? Bu yerdan qochish uchun ungacha ko'lab borishimiz kerak ekan. Xo'p. Biz mana bu gilamchani yig'ishtirishimiz kerak ekan. Hop. Qimillasa bo'lmay ekan. Gilamcha yig'ishtirildi. Ana endi biz stolchani olgan holda kafil sindirar ekanmiz. Hamma joy sindirmas ekan, faqat shu belgilangan nuqtani sindirsak bo'lar ekan. Kafilni sindirdik. Stol joyiga qo'yamiz. Qoshiq to'la ekanmiz. Mana qiziq joyi. Qani qoshda ko'lab ko'rik qani. Bu qoshiq emas, bu krater ko'lag'ich-ku bu. O'zi ham krater olar ekan haqiqatda. Bu nima edi bu? Kissaga solib qo'ysak bo'lar ekan. Patinka chiqdi. Xo'p, olamiz. Haqiqatda kraterdek ko'lar ekan o'zi ham. Olib qo'yaylik, birga bo'lar kerak qo'lar. Hop. Ajoyib. Biz sohib topib oldik, nimalardir topib oldik. Bu qamoqxona emas, bir xazina aka bir. Inventarimiz to'lib qolibdi. Inventar qayerga tashlaganmiz? Nereye tashlaganmiz? Qayerga tashlaganmiz? Bo'pti. Buni yopamiz. Hop. Qum bor deyapti. Narsalar deyapti, skameyka ustiga tashlang deyapti. Joz ko'lab chiqibmiz.
Qoshiqni deyapti, karvatdagiga bekiting deyapti. Tuproqni o'ng deyapti. Unitazga quying. To'liq tozalang. O'yin juda qiziqarli boshlandi juda ham. Xo'p, bizda kitob bor ekan, u. Uchastkavoy chaqiring deyapti. Uchastkavoy emas, охранник degan. Охранник chaqiramiz. Narsalarni qorovulga soting deyapti. 23 taga. Ha, sana. 23 ta nima berar ekan bizlarga bu? Bo'lmaga. Bo'lmaga uchun sen sotdikmi? Nima? Bizlar tuvaltimiz bo'lmagasiz ishlaydimi? 30 soniyada kelaman dedi. Bizda energiyamiz kam. Bir bozorga bir. Biz nima olsak bo'lar? 30 lapatga olsak bo'lar ekan. Bu energetik to'ldirar ekan energiyamizni. Energiyamiz balandroq qilar ekan, ahrana kelyapti. Biz energiya olamiz. Xo'p, qolganidan keyin qaytamiz. Qoch. Yana 5 ta narsa soting deyapti. Ana ketdi. Xo'p. Ahran 2 minutda kelgan. Biz ungacha mana yerda kovlab kreator kovlashni boshlaymiz. Hop. Yana bir nimalar chiqayapti. Aylantirib kovlarik qani. Har dumaloq qilib tushamiz pastga. Nima edi bu? Grantam bu. Ana. Ketish yomon emas. Zaryadimiz kam qolibdi. Xo'p. Zaryadimiz tugadi. Xo'p, endi qoshiqni bekitamiz, tuproqni olamiz. Unitazga to'kamiz. Tuprog'im netijada joylashgan ekan-da. Unitazga to'kamiz, hammasi toza. Endi bu narsalarni chiqarib qo'yamiz. Endi ahranani chaqiramiz endi. Qorovuldi. Sotasan, men sotaman, soqqansana. Olamiz buni. Men 30 sekunddan keyin qaytaman deyapti. Xo'p. Uzungacha, qani. Qora bozorni ko'rik qani. Bular ham eng qizig'i bo'magaga savdo qilar ekan. Olamiz. Plasmassa qoshiq. Xo'p, bizga nima kerak? Bizga energetik kerak-a? Xo'p, 50 ta. Bu yerda nima bor? Sumka. Sumka kerak, slotimiz ko'paygan ekan. Topilgan narsa olishga. Xo'p, ahranani kutamiz. O'tirsa bo'lar ekan asosiysi. Endi o'ynamiz bor ekan, ishlamaykan. Qo'limda lapatka bilan o'tiribman-ku, men bunday qilib. Sumkong deyapti. Biz birinchi yerda ochik. Yamab kesibdi-ku bu yerda. Voy eshak. Voy eshaga. Yana qoshiqda ham qopman. Essiz shuncha vaqtimiz. Kim oynaga qarab qopman-da. Bu nimalar borligini ko'rsatdi ekan bu. Ochag'ay, abid qilik, qorni och. Qorni chiqib ketdi ishlayverib. Lapatga oldik. Endi bizga mana kerak. Gantilda olsak, energiyamiz 5 ta ko'paygan ekan. Energiyamiz 50 tami? Sumkani olsak, lekin ko'proq narsa solsak bo'lar ekan. Xo'p. Bellat, yana shu xatoni qildim-ku men. Gap bo'lar.
Gantel, mana bu sumka olishimiz kerak. 50 taga sumka berar ekan. Biz 28 ta. Topamiz tez oradan ham. Kelaversa endi xatimizni o'qib o'tiraveramiz. Ishlar qalay? Ko'rishni boshlangmi? 3-marta boshlamiz o'zi. Turmada deyapti. Sklad bor deyapti. Dahshat ko'p narsalar bor yerda deyapti. Kerakli bo'lgan deyapti. Hozircha yopiq. Keyin aytaman kulish qaydaligini deyapti. Bo'pti, хорошо. Yaxshi. Qoshig'imizni olamiz. Plastmassa lapatkamizda. Endi kovlaymiz endi. Yarim metr kovlab qo'ydik o'zi. Yaxshi. Xo'p. Bironta kattaroq lapatga olishimiz kerak-da, o'zi yumshoq ekan yeri. Bitta energetik olamiz. Bu non. Ma. O zaryad to'ldi. Cho'mich beryapti bizga 50 taga. Olamiz. Qani cho'michda qanday ko'rinar ekan ko'ramiz hozir. Buni bekit. Tez bekitamiz. Axrakni chaqiramiz. Xo'p. Cho'michda tez tush, kovla. Cho'mich yaxshi ol ekan-a? Nazarimda o'zgarmaganda-yu. Lekin ko'proq olsa kerak. Chiqqan tuproqdan bilib olamiz buni. Nimadir topdik. Biz sumka olishimiz kerak endi. 50 ta yig'ib. Bu mahallani ko'lab tashlab cho'mich bilan. Firegun nima kerak ekan? Firegun qayerga ishlatib bo'ldi ekan bu yerda? Sumkamiz bor-ku endi. Hop. Hamma narsani olamiz. Soqqa bo'ladigan hamma narsani ol. Qoshiq tasha, cho'michdi. Cho'mich bilan kovlasa ham bo'lar ekan-e. Ol tuproqni. To'k. Xatni o'qib oldik-da, vaqtdan foydalanib. Bu narsalar. Birdan narsam bor, qanchaga olasan? Oho. Sana 30 soniyada keyin kelaman. Bo'pti, yaxshi bor. Men ustiga nima olmoqchi edim? Ustiga sumka. Ustiga lapatga. 5 taga energetik. Yana ustiga sumka. Idishimiz endi yashir. Tez yashir. Xo'p, buni yashirdik. Endi lapatkani olamiz. Bu yerda ochamiz. 2,5 metr chuqurligi. Kovla. Ro'shnay lapatgacha-da endi bu kichkinagina. Ba'zan narsa tushyapti. Uch metrga yaqinlashib qo'ydik. Sumkamiz to'lib qolibdi. Bo'shat, ulgurishimiz kerak. Ko'proq soqa qilishimiz kerak biz. Uni piqillatsak pul ham berar ekan. Buni qo'ymay turing-da. Lapatga yashiramiz. Kelamiz, shuni yopamiz joyiga. Xo'p. Oqizamiz. Oqizib beramiz.
Lapatganimiz kattaaribdi, endi 4 martada tugamayapti endi. 5 martada tugayapti. Xo'p, biz Ahrani chaqirishimiz kerak. Lapatgan turishni aytaman, shuni Ahrani kelib ko'rmaydi o. Qoyil. Ha. Men seni chaqirdim, ha. Ol shu narsalar. Olaman. Ha, bo'pti, sur. Menga ovqat ber. Xo'p. O mana. O piqillagan pul ekan, lekin eng qizig'i. Degan narsa topolmay bu safar. Ye, tushib ketma. Yaramas, yop buni. Tuproq tezroq tashi. Yonga pulim yo'q hozir men. Lekin mod olsak bo'ladi. Yo'q, bu oqshom shtir-shuqli ekanmiz. Hech narsasiz. Butun narsam bor senga sotadigan. Kekras. Bo'ldi, sur. Ovqatni beraylik, ovqatni olaylik, hammasini qo'y. Yana ber. Qayerga ketdi bu? Uchun to'ldirib qo'yishimiz kerak ekanda buni. Oqshom ishlaymiz. Oqshom ishlaymiz. Yo'lini topib oldik. Xullas. Hammasini vaqtib tashlab. Sklad kirsak. Xo'p. To'rtta lampochka oldik. Bitta fonar olsak yaxshi emas bundan ko'ra. Fonar olganimiz yaxshi, lekin o'qtim, o kerak narsa lekin. Pulim yetmay qoldi endi bunga. Hoppa. Bangaloq kerakmi bizga? Bangaloq shart emas hozir. Men gultok nima qilay ekan? Ahrani qaytishini kamaytir ekan. Kerak narsa ekan-ku. 15 sekund kamaytir ekan hammasi. Mana bularchi. Ajoyib. 15 sekund. Bundan ham olamiz. Barib xona qo'yib qo'yamiz. Qayerga qo'ysak bo'lagan-e? Bu joy qayerda ekan-e? Mana shu yoqdan qo'ysak bo'lagan. Bo'ldi mana. Ahronamizga kechroq keladi endi. Xo'p. Magnetimiz bor narsa yig'ishtirishga. O'zi abitam tugab qolgan ekanda hozir. Aks. Abit tugasin kutib turamiz. Keyin kovlashni boshlaymiz yana. Ahrana kelyapti, kiysin, uni yuvib ketsin. Hech bolam yo'q senga sotadigan. Bor ekan. Senga sotib ishlar. Ol. 30 soniyada kelasini, ha bo'pti, yaxshi bor. Qurib berdan. Turqing menga yoqmayapti. Olamiz yogurt. 50 degan nimamiz bor-ey? $4 pulimiz bor. Bundan gantil olsam erkim ko'payadiki, menga kerak emas hozir.
Короче, zaryadni to'ldirib turaydi mana shu yerda. Kitobimiz bor bizlarda. Eltganch axranaga bo'pti, keyin sari aytamiz. Xo'p, endi lapatkani olamiz. Axrana endi 2:15 soniyada kelar ekan. Yaxshi. Hozircha svit kerakmi? Svitni oqshom ishlatamiz. Voy. $2 pul berdi pipillatganimizga. Xo'p, kovlaymiz. O. Bu sort aynı iş narsa kerak etdi bizlarga. Ha, bizlar boshqa qilayotgan ishlarimiz bor-da. Bundan tashqari. Xo'p, birinchi qilayotgan lapatkani yashirish, 2 marta tushdik lapatkaga. Lapatka bilan axrana bitiga borib qarab, ko'ryapsan, men lapatkam bor deganda oldiga chiqib bordik-da o'zim. 2 marta ya. Nomard sotib olgan paytimi deya yana ya. Yaxshi, bu ancha bizga o'zgarishni berar ekan. Chang-pang qolmami hech joyda? Yo'q, hammasi joyida. Masalamiz bo'ldi. Endi xat to'qsak bo'la qolgan vaqtda. 10 metrga yetgan bo'lsang deyapti, yonboshga shimolga deyapti. Taxminan 15 metr kovla deyapti. Sen deyapti yo'nalish bilan deyapti, tashlandiq tunneliga to'g'ri kelasan, metro tunneliga deyapti. Yaxshi. 10 metr yaqinlashib qoldik. Xo'p, axrana chaqirsak bo'lar menimcha. Shuncha narsamiz bor. Yaxshigina soqqa ishlab olsak kerak. Oho, sotaman albatta. Oqshomini yaqqan narsalarni ko'p kisang to'lmay qo'yli. Berib bildim. Davay, sur berdim. Chipsni ber, chipsni. Men chipslamda. Qoldim shu skorodgangda. Xo'p, buni borib bekitib qo'yik, o'tgan safargidek papal bo'lmaylik. Xo'p. Modan ters olamiz. Bunga pulimiz yetmay ekan, nima edi bu? $15 ekan. Ha, kompas ekan bu, kerakli narsa. Kompas bizga kerak. Kompas kerak. Yo'q ketdimi? Ha, yo'q ketdi. Kovlaymiz. 10 metr yaqinlashib qoldik. Xo'p. 10 metr yaqinlashib qoldik. Mana 10 metrga yetganda unga qarab burildi udaligi. Buni kirgizamiz, buni yashiramiz. Buni yopamiz. Buni yo'qotamiz. $30 pul qilib kelaman hozir men. Avtoritet unitar sotib olgan. Unitazda. Ajoyib, atrof toza, hamma joyida. Oh. Xo'p. Axrak chaqiramiz.
Men uni to'ldirib qo'yishim kerak ketgancha oqshom ishlash uchun. Kalla. Davay sotaman. Bo'pti, so'r ittiroq. Kelani. Yana va. Yana olib turmay kelaman. To'g'ri. Vaqtim yo'q senga ham. Axir kelyapti deyapti. Kelaversin. Xo'p, axir eshikni yopib ketdi. Abitgacha hali vaqt bor. 2 minut ravona kakras. Metr bo'ldi ana. Mashaq shimolda endi, to'g'rimi? Mashaqrat ko'rib ketaveramiz endi. Agarchi aniqlab oldik rotatsiyani. Mana o'z yo'l topib oldik xullas. Oh, 30 soniya vaqtim qolyapti, tezlashishim kerak. Oh. Olaman buni. Buni olib tashab chiqaydi buni. Axir 15 soniyada qayta ekan. Bitta gul to'yga olaymi? Keyin joylashtirib qo'yaman-da bu joyga. Ana. Tuvalda olmay qoldim, lekin mayli. O, bu realni bilkurak ekan lekin. Xo'p. Asyomasga gapirib qolyapman-da, cho'tish. Qayerga ko'lyatdik, mashaq qarabdi. Chipolni ko'rib ketaveramiz endi shaqqirib odam sig'adigan qilib. O'zi boshqa yo'l ham yo'q ekan bunday olib qarasa. Kaltagan qabr chiqdi-ku. O'tirib yursak bo'lardi aytgancha bizlar. Yana 2 minut vaqtimiz bor-da. Yo'q, riskot qilmaymiz. Hech narsani riskot qilmaymiz. O'ziga yetib qolganmiz, umuman riskot qilmaymiz. Chunki bu tosh kim ko'q ketadi. Axirana chaqirib, короче, qilayotgan ishimiz o'tda yangi uni toza olish. Shuni qorin to'yg'izaman-da bundan. Biz zaryad 100 qilamiz. Biz buni ochamiz, magnetni ham qo'shib olamiz. Tushamiz, ko'laymiz. Bizga xalaqit bergan joylarni ham ko'rib tashlaymiz. Ochikda buni. Ana. Basketbol maydonining kaliti bo'lsa kerak menimcha. Katta ehtimol bilan. Orqaga yurib borib arqon tortishimga yoqmaydi.
Mana shuni ham ko'lab qo'yishimiz kerak endi. Mana shu to'rga bitta lampochka sanchib qo'ydik-da. Mana shuni ham ko'lab qo'ydik. Bitta chiqib ketishga oson bo'lsin. Odam chiqsa bo'ldi bizga. Qanaqa zo'r bo'lishi ham shart emas. Xo'p, bizga nima bor edi? Ajoyib. Shaqacha ochib berdik, yo'q. Endi ko'tarilamiz. Endi dinamit olishga harakat qilamiz bundan buyog'iga. Soqqan qildik, lapatga yashiramiz. Buni yopamiz, mayt yig'ishtiramiz. Tuproqni yo'qotish kerak. Biz olgan o'tazimiz endi tiqilib qolmasa kerak. Har holda tiqilib qol ekan bu ham. Gapirib o'tirdik-ku sizda o'zi. Xo'p, soat ham 2 bo'pti, bizda ham soat 2 bo'lyapti. Endi uxlasak ham bo'ladi. Xo'p, hamma joy toza. Yaxshi. Bir bola tovib oldi degan xabar kelib o'tirmasa bo'ldi edi chiqib. Axirani 2 minutda keladi deyapti. Biz ungacha pastga tushib chiqishimiz kerak. Qo'shib olamiz, ko'laymiz. Asosiysi yo'lini topib oldik. Dinamit ekan buni yo'li. Mash baravar odam baravar ko'rib ketaveramiz. Yerini chiqarib. Mana bu odam siqsa bo'ldi, to'g'rimi? Nima kerak bor uni? Katta qilib ko'lab. Taxminan 6 metrlar ko'ladi-ku. Men qayergadir tiqilib qoldim. Men o'laman bu yerda agar. Osmonga qara. Bu yoqda ekan. Men boshqa joydan chiqib ketib boryapman ekan. Tez. Hop. Tez. Давай. Mayt yig'ishtir. Tuproqda. So. Tezlash. Axirana kelib qolmasdan tezlashtirish kerak. Xo'p. Endi xatni qo'ysak bo'ladi endi. Tashlay buni. Tunnel ostida, xo'p, bu birinchi xat ekan bu, eng oxirgisini o'qiymiz. Men eski tunnelda anosini rejasini o'qidim. Bitta chiqishda deyapti. Ustaxona, mashina ustaxonasi bo'lish kerak deyapti. Yaxshi joy deyapti, mashina topib ketish uchun deyapti. Yaxshi, xo'p. Endi biz nima qilamiz? Mana topgan narsamizni to'kamiz. Atrofni ko'zdan kechiramiz. Atrof yaxshi, axirana chaqiramiz. Xo'p, tushunarli. Короче, $132 pulim bor. Agar buni olsam, bu nima ekan bu? Bu $12. O'zini yoshir ekan. Bilsam vaqtni ham cho'zamiz hozir. Gul to'yga olib kelib. Zirat to'la, короче, 2,5 gacha parokda qilamiz mana shu yerdan. Xullas, fonar.
Fanarni ham oldik, yaxshi. Tugul-tuk. Bu ham 15 so'm, bu ham 15 so'm ber ekan. $30 olamiz. Bu nima qilar ekan? Kofe ichish olsam ber ekan. Xo'p, buni oldim, narx tushir ekan deb. $50 olmayman lekin. Buni oldim. Buni olaman. Xo'p, qayerga qo'yamiz? Tugak yoniga qo'yamiz, mayli. Tursin, yana nimalar bor ekan? Bit tugadi. Короче, men yangi zadani olishga ulgurmadim. Yixi! Xona katta bo'lib ketdi-ku. Yo'q, senga hech bolam yo'q beradigan sur birdan. Harakat qilyapmiz deydi-ku. Xuddi shunday. O, ana lampochkamiz o'chib qopti, lekin lampochka qadab qo'yish kerak bu yerga. Xo'p. Yoki F-ni bossak fonar yo'q ekan. Fonar yoqib ko'lur ekanmiz, xolos. Ilinroq qilib, ko'lik kattaroq qilib tiqilib qolmasligi uchun. O'z tepa bilini ekan mana. Bunday yo'ga ko'lib bo'lmaydi. Tushunarli. Endi bosib olamiz bitta. Narsalar yig'ishtirib olish uchun. Yana istifonarni yoqamiz, ketaveramiz. Qayerda yapamiz? Shishga odatlanmasligim kerak-da. Birinchi tuproq top, keyin narsani to'kishni o'rganishim kerak. Bo'lmasa vaqt kam qolgan paytda yeb qo'yishim mumkin. Xo'p, tozaladim, hamma joyda, hammasi joyida. Axirina chaqirsam bo'ladi endi. Bitta qo'yiga, uch qo'yiga. Naqd 5% tushir ekan. Uy 30% ekan. 2% tushir ekan, 5% tushir ekan. Mana-bucha. 5% ko'tarilgan, narx tushir ekan. Men faqat katta xolodilnik bo'lar ekan. Men shuni oldim. Borib qo'yaman ana shuni. Chapa qo'yilib qoldi-ku. Oldi qo'yib bo'lmaydi bunday. O, ana bo'ldi. Buning uchun to'ldirish kerak. Soat 10:17 topdi. Men borib sразу ovqatim yeveraydi. Bitta vaqt tugabdi. Men onam qolib ketdi.
Senga bor aylani. Senga birgina narsa bor. Sana davay. Bo'pti, kelishdik. Sur berdan faqat. Uning da olaman hozir. Qornim ochmaydi. Oldim men shuni. Krossovkani olishim kerakdi bir vaqt bo'lganda. Krossovkani olsam, keyin harakatim tezroq bo'lardi. Kelag'ay, yop eshikni. Tanaqamiz bor, energetikamiz bor. Zaryad to'ldirdik. Ketdik endi fonarni yoqib yana ko'laymiz. Qisib qoladigan joylar ko'rib tashlaygan. Oqshom bekor o'tmasin. Ertalab do'ndiramiz buyog'ini. Minametchani olib kelib. Narsamiz bor ekan. Birdina narsa bor ekan. Hoppa, o'yinimiz ham rosa cho'zildi, lekin gap yo'q. Soat 5da podyom deyapti. Biz ulgurmay qolishimizni bilgan bu. Energetikam ham bor, qizig'i meni. Chiqib ishlasam bo'lardi-ki. Ne qilamiz? Energetikni uramizda. Keyin uxlaymiz. Ana zaryadimiz to'lib yog'andik. Bu yerda bir sira ko'lab chiqamiz birinchi. Endi hatto qo'ysak bo'lar endi. Men kerakli insonlar bilan kelishdim. Bizga yengilgina vertolyot berishar ekan. Gruzovikda deyapti. U seni kutadi deyapti. Berkitilgan o'sha neft zavodda territoriyasi berkitilgan ekan. Neft zavod yonidagi sohilda berkitilgan ekan. Agar yetib bora olsang, sen 100% ozodsan deyapti. 100% ozod bo'lasan deyapti. Yetib bora olsak agar. Xo'p, biz endi axana chaqiramiz. Deyapti, axirani ham ko'rib. Порядкada hammasi. Arzon olding. Senda yana 30 soniya bor. 30 soniyadan keyin xonangda ko'ray deb ketdik-ku. Ko'rsatdingiz. Deymiz. Yana va. Yana tayyorlab tur. Ya kelaman. Qani eshak. Tayyorla. O'g'rasam yana o'ta berishga. Endi anaqa, endi xina, okey. Endi xina, okey. Energetik sotib oling xatda.
Energetikani beringlar. Oo, bitta energetikani qolib ketgan yerda. Yana o'q qo'ymak, axir ikkisida durdurma. Choy ichib ham ko'ramiz hozir. Bizda eshik yo'q ketdimi? Ko'yishim chiqarishim yo'q, sur birdan. Kerak payt kelmaysan eshak. Xonamiz yana ham kattaroq ketdi. Tak. Lapatani olamiz. Ketamiz pastlikka qarab. Hoppa. Mana oldi nima borligini ko'rib oldik. Yo'limiz yana ham burilgan ekan nariga qarab. Hop, shunga qarab kelaver ekanmiz. Короче. Ana. Pastga kelib qoldik. Ana. Va nihoyat. Oldingdan ikkita yo'l chiqadi deydi. Chapga qarab yur debdi. Chapga qarab yur deydi. Adashmasam. Bu horrorga o'xshab ketdi-ku endi bu yog'i. Yuraverasan deydi. Xullas oxiri yaxshi bo'lsa kerak-da. O tayyorlanamiz. Qani. Yetdikmi, yetmadikmi oxiriga? Yetdik. Menimcha yetdik. Sначала deyapti. Предохранитель to'g'rila deyapti. Ha, men buni bo'ldi. Mashinaga o'tir va sur deyapti. Ozodliging sari. Biz qayerga boramiz? O'sha yoqqa vertolyotga borishimiz kerak ekan. Qoyil. Biz buni uddaladik. Vertolyotga o'tirib olsak bo'ldi, samiglarni. Voy. Qanaqa mashin bu? Gittada ham bunaqa qurilmasdi-ku. Agar bilsa mashin, billa. Qanday? Ha. O'tolmayapman-ku bundan. Boshqa yo'l ham bormidi? Orqaga ko'ramiz. Orqaga ko'ramiz. Bu yerda hech narsa yo'q ekan. Bilsam mashina turibdi yerda. Bu yoqdan deb ko'ramiz. Bir to'qib ko'rdim, bo'lmadi. Iloji yo'q ekan buzib o'tishda. Bilsam mashina. Bu yoqdan bilsam mashina kelyapti.
ayajon degim kelib ketdi. Onajon devorgilarim kelib ketdi. Qanday? Bu mashina qanday nima deydi, bo'ysundirish mumkin? Sir, arava menga bo'ysunmayapti. O'qitirib ketdi deganday bo'layapti. Bu yo'l yana shaqqa etib boryapti. Nima qilyapti bu? Tekst joyga shirkatdagi bosayga. Yana to'qish qolmasdan. Sahalga urildim. O'yinda lekin boplabdi lekin. Yoshligimda Nokia smartfon bo'lar edi. Sambeyammi degan. Ana o'shanda o'yin esimga tushib ketdi, o'yinda o'ynab. Vertolyotga yetib keldim. Vertolyotga ham o'tirdim. Onalarini ko'rsin. Men qochdim bu yerdan. Sizni tabriklayman deyapti. Siz deyapti turmadan qochdingiz deyapti. 3 soatda qochib ketdingiz turmadan deyapti. Siz yangi hayot boshladingiz deyapti va o'zingizga qulaylik his qiling deyapti. Qaydan qulaylik his qilasan? Kredit to'lanmagan-ku qochgan bilan, to'g'rimi? Qanaqa qulaylik his qiladi? Foydasi yo'q. Barchaga rahmat, barcha bizni kuzatganlarga rahmat. Agar videomizni shu joygacha kuzatgan bo'lsangiz, albatta sizga katta rahmat. Yana shunaqangi qiziqarli o'yinlarni ko'rishni xohlasangiz, albatta kanalimizga obuna bo'ling. Kommentda fikrlaringizni qoldiring, albatta like bosishni unutmang. Xayr, sog', salomat bo'ling.